Odatda 1 kilo kabni teshidan 150 ko'q bölüp yeymiz. 150 ko'q 3 kiloga shakarsilak bütün uydagilar tuyup kekirib ketdi do'stlar. Ajoyib yeyishib qo'ygan jangal kebab qilish usulini yutib qo'ymay, yurganlarni aymay berib film diqqat qilinglar. Qo'y go'shtini mushta holatda parchalab tayyor qilib olgandan keyin shaplaqdek cho'nliq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qo'y go'sht tanlaganda amal va qo'y go'shtining oq saltiram tanlanglar. So'ng azam yeyishlik chiqadi. Bir dasqa selib olgandan keyin piyozni mushta ushaq holat to'g'rab to'pik selib olamiz. Ustiga 2 tal tuxum chaqib olgandan keyin kebab darisidan 2 xalta solamiz. Kebabni eng o'xshatgan mushta boshqa hech qanday tayyorlasanmaysizlar 1 kilo go'shtga 1 xalta, 2 kilo go'shtga 2 xalta soni bo'ldi. O'zimizdan zavodda ishlangan ishonchli pakas 22 ko'q 4 xalta qilib sol tarafdagi seri qarog'i esib qo'ydim. Xotirjam setib olsanglar bo'ldi. Yarimchin atrofini so'qizib yotgandan keyin tekischa aralashtirib, ustiga amalba seri qunaqini beramiz do'stlar. Yarim qo'sh atrofida seri qunaqini bersak bo'ldi. Faqat bo'lmaganda oq qunaqini bo'lsin bo'ldi. Bizning seri qunaqini tugab qolg'ishga oq qunaqini berdim. Tekischa bir aralashtirib yarim soat atrofida tamlantirib qo'yib qo'yamiz. Tamlantirib tayyor qilib olgan qo'y go'shtimizni kavshanning pansiga tekischa holatda tizib tayyor qilib olamiz. Ko'rib mushakkabsizlar do'stlar, ajrim uchun haqsiz yurganlarni berib, fikrlaringizni jex gullaringlarni yo'llab qo'yib ko'ringlar. Kavshanning pansiga tekischa holatda tizib olgandan keyin kavshanning osti tut gradusini 250 qilib 40 minut atrofida qo'yamiz. 40 minut qo'ygandan keyin bir ichib, bir o'rvatgandan keyin, ya'ni 20 minut atrofida qo'ysak, mushta o'xshagan jangal kebab tayyor bo'ldi. Qilish usulim oddiy ham bakishlik bir ko'riblar, mugin olasizlar, uyda chuqum sinab biqinglar. Kebab tarisini so'rayotgan do'stlar, sol tarafdagi seri qarog'i esib qo'ydim. 22 ko'q 4 xalta kirasini ko'tarib, shikaldonlarga yetkazib berdim.